Sababi bular birinchidan nasli toza, ikkinchidan gabarit hisobiga katta hamda go'shtlari, qonlari shirinlik, mahalliy tilda aytadigan bo'lsak, qoni shirin bo'lganligi uchun bularda parazitlar ko'p bo'ladi. Mana ko'pchilik e'tibor bergan bo'lsa kerak mana bu holatga. Bu mavzu bo'yicha ham bir alohida to'xtalib o'tamiz video davomida. Hurmatli kuzatuvchilar, biz tashqi parazitlar, aralash parazitlar hamda ichki parazitlar dedik. Mana shu so'zimizga qisqacha tushuncha berib o'tib ketamiz. Mana jun yulinadi hamda jun piyozchasi qurigan holatda bo'ladi, bo'sh holatda bo'ladi. E'tiboriga havola qilmoqchi bo'lgan qo'shqorimiz bu Vovka, ya'ni chempion qo'ylardan. Buni ko'pchilik yaxshi biladi, ishqibozlari ham juda ham ko'p. Hamda ko'p mutaxassislar tavsiya qiladi yoki kimlardir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, xuddi shu yo'sinda ba'zi paytlarda yarmidan kesilgan, ikkita quloqchali qilib osib qo'yilgan, ba'zi joylarda xuddi mana shu ko'rinishda teshilgan, osilgan burun orqali organizmga homilador qo'ylarda oxirgi bo'g'ozlik paytlarida agar shunaqa vositalardan foydalanadigan bo'lsa, ertaga tug'iladigan bolalarga ham bularni juda ham noto'g'ri ta'sir. Chorvachilikda kech kuz, qish hamda erta bahor paytlarida mahsuldorlikda tushib ketishiga eng katta ta'sir qiladigan tema bu albatta parazitlar temasi hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozirgi so'z yuritmoqchi bo'lgan mavzuyimiz bu ichki, tashqi hamda aralash parazitlar haqida. Ya'ni ularga kech kuz, qish paytlarida yoki erta bahor paytlarida qanaqa qilib yondoshish kerak, ularni bartaraf qilish uchun. Shu mavzu bo'yicha hozir 2-3 xil dorilarni ishlanish jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana shunday chiroyli qo'ylar, bularda bir qarashimizda hech narsa yo'qqa o'xshaydi. Ya'ni bularda orasida kech kuz, qish paytlari boshlanishi bilan parazitlarga to'la bo'ladi. Sababi bular birinchidan nasli toza, ikkinchidan gabarit hisobiga katta hamda go'shtlari, qonlari shirinlik, mahalliy tilda aytadigan bo'lsak, qoni shirin bo'lganligi uchun bularda parazitlar ko'p bo'ladi. Eskitdan yoki bo'lmasa shu parazitlarga qarshi kurashishlarda boshqacha bir usullari bor. Ya'ni mana ko'pchilik e'tibor bergan bo'lsa kerak mana bu holatga. Bu mavzu bo'yicha ham bir alohida to'xtalib o'tamiz video davomida. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan narsamiz ustiga sepadigan kukunli dorilardan hamda oddiy masalan olaylik Sipermetringa o'xshash preparatlardan suvga aralashtirib sepiladi. Bu eskitdan bir necha 10 yillar davomida chorvachilikda keng foydalanib keladigan narsalar. Bularda hozirgi kunda, ya'ni kech kuz, qish paytlarida plyuslari hamda minuslari haqida so'z yuritib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Kanalda yangi bo'lsangiz a'zo bo'ling hamda yaqin tanishlarga, ayniqsa chorvadorlarga videoni jo'natib qo'ying. Hurmatli kuzatuvchilar, biz tashqi parazitlar, aralash parazitlar hamda ichki parazitlar dedik. Mana shu so'zimizga qisqacha tushuncha berib o'tib ketamiz. Tashqi parazitlar bular junni orasida terini ustida yuruvchi parazitlar hisoblanadi. Buni qayerdan bilamiz? Ko'proq buni ko'z bilan ochib ko'rganimizda yoki bo'lmasa juni qalin bo'lgan yoki o'sgan mahallarida eng yaxshi usuli buni junni tortib ko'rish. Ya'ni oddiy silab ko'rsak ham g'adir-budurligidan ham bilinadi, hamda junni tortib ko'rsak mana jun yulinadi hamda jun piyozchasi qurigan holatda bo'ladi, bo'sh holatda bo'ladi. Bu ko'proq o'sha ustki parazitlarda, qon so'ruvchilarda hisobiga shunaqa holatga kelib qoladi. Endi aralash parazitlar bular terini orasida parazitlik qiluvchi parazitlar, ya'ni terini ichida emas, terini orasida. Ularda hisobiga, ya'ni shu parazitlarni keltirgan zarari bu xuddi mana shu ko'rinishda yoki qo'tir ko'rinishda yoki bo'lmasa xuddi shunday mahalliy tilda yag'ir holatiga kelib qoladi. Endi bunaqa holatlarda nima qilishimiz kerak? Aytmoqchi, 3-parazit haqida so'z yuritadigan bo'lsak, u parazitlar ichkarida, ya'ni ichki hazm sistemalarida parazitlik qiluvchi parazitlar hisoblanadi. Endi bularga qarshi kurashish choralari turlicha. Masalan, ba'zi bir ukollar bor. Tashqi parazitlarga, oraliq parazitlarga hamda ichki parazitlarga yaxshi ishlaydi. Ichki parazitlarda ham ayrim turlariga, ya'ni ichki parazitlar deganda bu ichakdagi parazitlar, o'pka, traxeyada parazitlik qiluvchi parazitlar hamda ixinokoklar, o'sha jigarlarda parazitlik qiluvchilar yoki hattoki miyada parazitlik qiluvchi parazitlar ham bular ichki parazitlarga kiradi. Lekin ichki va tashqi parazitlarga ishlatiladigan preparatlar bular hammasi ichkini ham hamda 100% tashqini ham oladi yoki davolaydi degani emas. Ayrim tur dorilar ichki parazitlarni faqat o'pkadagi yoki ichakdagi qurtlar hamda oraliq terini ostida parazitlik qiluvchilarga hamda teri ustki parazitlarga ta'sir qiladi.
ayrimlariga, lekin ichki va miyadagilargacha ta'sir qilmaydi. Miyadagilarga, jigardagilar, exinokoklar hamda o't payti ichidagi dekoratsiyalarga nimalar ta'sir qiladi? Bular haqida keyingi videolarimizda tanishtirib o'tamiz. Hozirgi so'z yuritmoqchi bo'lgan mavzuyimiz bu asosan tashqi aralash parazitlar haqida so'z yuritmoqchimiz. Bunga ishlatiladigan preparatlarda ichida eng yaxshisi bu brovermektin hisoblanadi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, brovermektin preparati bu antiparazitar vosita hisoblanadi. Bu Brovofarm Ukraina davlatida ishlab chiqarilgan o'zini maxsus quyoshdan himoyalangan flakoni hamda maxsus Brovofarmda belgisi tushirilgan qadog'iga ega. Bu preparatni boshqa tur ivermektin tarkibli preparatlardan afzalligi, biz doimiy ravishda, masalan, bir necha 10 yillar davomida ivermektin tarkibli inyeksiyalardan foydalanib kelamiz. Masalan, xalq orasida shunday gap borki, masalan, olaylik, qo'tir tushdi, qulog'iga ivermektin ukol qildim, lekin ta'sir qilmadi degan tushuncha bor. Bu to'g'ri, ya'ni ta'sir qilmaganligi to'g'ri, lekin yana bitta gap borki, ivermektin endi aynibdi. Ya'ni o'sha ko'cha tilida aytganda ivermektin aynibdi, endi oldin bir odamlarning doveriyasiga kirdida, endi ishlamayapti degan narsa bu noto'g'ri. Sababi buni o'sha ivermektin tarkibli inyeksiyalarda tarkibi, sostavi o'zgarmaydi. Ya'ni har bitta preparatning o'zining yo'riqnomasi bor, sostavi bor. O'sha sostav o'shandayligicha turibdi. Ya'ni bir necha 10 yillar oldin chiqqan taqdirda ham o'zgarmagan. Lekin nima uchun endi ta'sir qilmayapti degan savolga javob, bu yerda parazitlik qiluvchi parazitlar bularga nisbatan, ya'ni dori vositasining ichidagi makro mikro elementlarga nisbatan rezistentlik, ya'ni moslashuvchanlik hosil qilib olyapti. Shuni hisobiga bular ta'sir qilmayapti. Endi shu holatlarda bunga qanday kurashish kerak, ya'ni lecheniyani qanday olib borish kerak? Brovermektin inyeksiyasini 50 kilo tirik ves hisobiga o'zi ko'rsatmada yoziladi. 50 kilo tirik vesga 1 millilitr hisobida bo'yin teri osti, kurak teri osti, umumiy organizmdagi teri ostiga, hatto shu qo'ltiq teri ostiga yuborsa ham bo'ladi. Bir marta jo'natiladi. Mazkur holatlarda 8-10 kun oralig'ida повтор yana jo'natish kerak bo'ladi. Bu teri ustki, teri orasidagi hamda ayrim tur ichki parazitlarga ham yaxshi ta'sir qiladi. Boshqa ivermektinlardan buni farqi, ya'ni yaxshi ishlashligi asosiy sababi bu yangi preparat ivermektin hamda avermektin yangi avlod tashqi parazitlar, ya'ni bularga nisbatan hali bu qo'zg'atuvchilarda sezuvchanlik, ya'ni rezistentlik yo'q. Shuning uchun bular hozirgi kunda juda ham yaxshi ishlab turibdi. Buni qilinish jarayoni qo'yayotganimiz 50 kilo tirik vesga 1 millilitr hisobida qilinadi. Yana bitta narsani alohida ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Mazkur xo'jalikda masalan qo'ylar juda ham ko'p. Bularga masalan 100 millilitr flakondagi dori vositasini bemalol olib kelib ishlatsak bo'ladi. Lekin savol tug'iladiki, ayrim xo'jaliklarda masalan 1 bosh, 2 bosh yoki 5 bosh hayvonlar boqiladi. Ularchi, ya'ni buni olib, misol uchun ko'pi bilan 8 kun oralatib 2 marta yoki 1 marta ishlatish kerak, qolgan uvol bo'ladi degan savolga javob, xuddi shu kompaniya, ya'ni Brovofarm kompaniyasi xuddi shu dori vositasini 10 millilitrli flakonlarda ham ishlab chiqargan. Buni veterinariya aptekalardan so'rashingiz mumkin. Mana bu ham quyoshdan himoyalangan flakonlarda hamda o'zini maxsus Brovofarmda etiketkasi, ya'ni belgisi tushirilgan qadoqlarda. Hurmatli kuzatuvchilar, mana har doimgidek 1 martalik shpris, 1 martalik igna. Mana yangi ochyapmiz. Bismillah. Bo'yin teri ostiga yuboramiz hamda 8 kun oralig'ida yana 1 marta qilinish kerak. Sababi bunda aralash parazitlarda ko'rinishi bor. Endi ukol qilganimizdan keyin buni hozir yana jarayon davomida ko'rsatib o'tamiz, nima ishlar qilish kerak. Mana biz hozir buni bo'yin teri ostiga yuboramiz. Bo'yin teri osti deganda ko'pchilik inyeksiya qilganda shishib qoladi. Sababi bu terini orasiga ketadi. Terini orasi bilan teri ostini farqi bor. Terini orasi umumiy terini orasiga sanchilib qoladi. Shundan abses beradi. Teri osti mahkam tortamizda terini bo'shlig'iga igolkani kirgizib yuboramiz. Hamda sekin buni tarqatib qo'yamiz dorini. Endigi navbatdagi tadbirimiz bu o'sha jarohat joyini, ya'ni yara bo'lgan joylarni ustini o'lik to'qimasini, ya'ni dermit o'lik qavatini tushirib tashlab hamda maz yam surtish. Biz Telegram gruppalarda juda ham ko'p gapiramiz.
ya'ni temir narsa bilan emas, yog'och mahsulotlar bilan buni qilish kerak. Mana oddiy biz dala sharoitidagi holatni ko'rsatyapmiz. Oddiy cho'pak bilan shu yarmini sindirib, ya'ni qiruvchi xususiyatiga kelib qolsa bo'ldi. Shu bilan qilish kerak. Nima uchun temir mahsulot emas, imini yog'och mahsulotdan foydalanish kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, temir mahsuloti tanaga, ayniqsa zararlangan tanaga reaksiya beradi. Shuning uchun bunga oddiygina shu yog'och mahsuloti bilan mana oddiy o'lik to'qimasini tushiramiz. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, tushyapti mana. Xuddi qayzg'oqqa o'xshab, kepakka o'xshab usti ochiladi. Buni qilishimizdan sabab bu o'lik to'qima terini to'sib qo'yadi. Shuning uchun biz o'lik to'qimani tushirib, haqiqiy zararlangan teriga dorini jo'natishimiz kerak. Ya'ni o'sha yanmazni surtishimiz kerak. Yanmazni surtishdan asosiy maqsadimiz Brovermektin ukol qilinganda bu yerda yashovchi parazitlar boshqa joyga sakrashni boshlaydi. Shuning uchun ko'pchilik aytadiki, biz ukol qilganimizdan keyin qo'tiri ko'payib ketdi degan nimalar bor? Gaplar bor. Shuni asosiy qilinmagan, e'tiborga olinmagan ish shuni qirib tashlab turib, jarohat joyini yanmasi surtmaslik natijasida bu yerda qonni tarkibi o'zgargandan keyin qon so'rovchi parazitlar sakrab boshqa joylarga o'tadi. Mana endigi ishlatadigan preparatimiz bu yanmas. Ko'pchilik savol beradi, ya'ni yanmazi o'zi qanaqa? Masalan, ko'pchilik dumaloq idishlarda, ya'ni qo'l bola yamlardan foydalanadi, foydasi bo'lmadi deydi. Mana haqiqiy yanmazi mana shu ko'rinishda, ya'ni Brova Pharma mana shu yozuvda ichida xuddi mana shunday oddiy aytsak, bu zubniy pastaga o'xshagan holatda. Mana buni o'zini maxsus himoya qobig'i bor. Himoya qobig'ini ochamiz hamda rangi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Buni olamizda butun boshli yara joyiga chegara bo'ylab surtib chiqamiz. Mana shu holatda butun yarani zamaska qilamiz. Bu holatni 2 sutkada bir marta, jami 3 marta qilganimizcha o'sha ukolni ikkinchi vaqti keladi hamda kasallik bartaraf bo'ladi. Endigi usulimiz qo'ylarda o'sha tashqi parazitiga qarshi preparat ishlatish. Endi bunga hozir birdaniga hamma narsani ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun alohida boshqa qo'yimizga o'sha tashqi parazitga nisbatan ishlatiladigan kapliya vositalarini ko'rsatamiz. Mana endigi hozirgi ko'rsatmoqchi bo'lgan ishimiz bu tashqi parazitga nisbatan ishlov berish. Mana ko'pchilikni e'tiboriga havola qilmoqchi bo'lgan qo'shqorimiz bu Vovka, ya'ni chempion qo'ylardan. Buni ko'pchilik yaxshi biladi, ishqibozlari ham juda ham ko'p. Buxorodan kelgan qo'yimiz bu. Egasi, birinchi egasi Nurali degan bola. 1.5+, ha? Nurali akani qo'ylaridan, ha? Hozir 1.5 chiqib qolsa kerak, olib kelganda 1.3 edi-da. Ay, kallasini ko'targanda mendan baland kelyapti. Men 1.76 man. Yaxshi, ko'stimasin. Endi buni tashqi parazitga qarshi ishlov berish kerak bularga. Umuman faqat buni o'ziga emas, nafaqat boshqa qo'ylarga ham, chunki kech kuz qish paytiga kirib borishi bilan boya aytganimizdek videoni boshida bularda tani toza, ya'ni qoni toza, qoni shirin qon hisoblanadi. Parazitlar juda ham xush ko'radi bunaqa o'ljani. Shuning uchun parazitlar bo'lish ehtimoli ko'p. Yana bitta narsani alohida e'tiborga olib o'tib ketishimiz kerak. Bir necha 10 yillar davomida biz masalan ustiga sepadigan quruq dorilardan yoki bo'lmasa oddiy spermetrin ko'rinishdagi dorilarni suvga eritib separ edik. Lekin ular ham foyda, yaxshi dorilar. Lekin bitta nu tarafi u dori vositalarini, ayniqsa ustiga sepadigan quruq dori vositalarini mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu oddiy quruq dori vositasi, bu kukun ko'rinishida bo'ladi. Buni olib sepganimizdan keyin terini orasiga singadi, foyda keltiradi. Lekin qisman foyda, zarari ko'proq. Nimaga deyilsa, bu dori vositalari kech kuz qish paytlarida havoda namgarchilik yuqori bo'ladi. Namgarchilik yuqori bo'lgandan keyin bular teriga singib ketadi. Buni yoz paytlarida yoki ko'proq yirik shoxli mollarga unda ham foydalanganimizda ham shipirib, tozalab, tushirib olishimiz kerak. Shu narsaga amal qilgan holatda buni ishlatishimiz kerak. Bo'lmasa buni agar ishlatish davomida bee'tibor qoldirsak, ichkariga singib ketadigan bo'lsa, terini zaharlaydi, zararlaydi. Nerv eng muammo chiqaradigan hamda semirish, nasl berishga eng katta to'sqinlik qiladigan narsa bu nerv bilan bog'liq kasalliklar. Shuning uchun hozirgi vaqtlarda bulardan yoki spermetrin ko'rinishdagi suyuq dorilardan foydalanmaganimiz ma'qulroq bularga. Mazkur holatlarda eng yaxshi foydali dori bu Siflur dori vositasi. Siflur dori vositasi
Ukraina Bravo Farm kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan kapля dori, ya'ni tomizg'i ustiga tomizdiriladigan dori. Xuddi mana shu ko'rinishda 10 millilitrli qadoqlarda chiqariladi bu dori vositasi. Bu dori vositasini ishlatilish tartibi 100 kilodan oshiq bo'lgan hayvonlar uchun hamda 300 kilogacha bo'lgan qoramollarda bitta flakoni ishlatiladi bir marta. 300 kilodan yuqori vazndagi qoramollarga 2 flakon ishlatiladi. Mazkur qo'yimiz tirik vesi o'rtacha 180 atrofida bor, ha? 160, 170. Hozir endi mana qo'ylarga ishlayapti-yu bu. Ancha bilmayman hozir точно. Shu где-то bir 170 kilo chiqib qolsa. 170 kilo atrofida bor. Bunga o'rtacha 5 millilitr sarf qilsak bo'ladi. Ya'ni oddiy shu mana siflur dori vositasining ko'rinishi. Buni o'zini maxsus ochadigan qismi bor, ya'ni shuni oddiy kulchovoy, ya'ni burash usuli bilan amalga oshirsak bo'ladi. Bitta narsaga alohida e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Dori vositasini bitta joyga ko'p tomizdirib bo'lmaydi. Ya'ni buni o'sha o'zini maxsus chiqaruvchi joyida shunday qisqalik bor. Tomchini mana kapля, ya'ni tomizdirib ko'rsatish mumkin. Mana bemalol 10-15 santimetr oraliklarda tomizdirib qo'yishimiz mumkin. Mana yarim dozada ishlatdik. Mana dori vositasini sepdik, foydalandik hamda bu dori vositasining davomiyligi 4 haftada, ya'ni o'sha 28 kun, 30 kun davomida yana qayta bundan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu dorini afzalliklari teriga oshiqcha noto'g'ri ta'siri yo'q, ya'ni allergik xususiyatlari yo'q. Issiq qonli hayvonlarning terisida hech qanaqa allergiyalar qo'zitmaydi hamda aromatli bo'lganligini hisobiga masalan o'sha tomizdirilgan territoriyalarga parazitlarni, ya'ni terining ustida parazitlik qiluvchi parazitlarni jalb qiluvchi xususiyati bor. Imkoni qadar agar juni o'sgan hayvonlar bo'ladigan bo'lsa, mazkur preparatdan foydalanganimizdan keyin o'rtacha 4-5 kun o'tgandan keyin buni supurib, ya'ni alohida bitta joyga olib o'tib supurib tashlasak, ustidagi o'lgan parazitlar, agar parazitlar miqdori ko'p bo'ladigan bo'lsa, parazitlar yerga tushadi hamda qo'yning tanasi toza bo'ladi. Mazkur vositalarni qo'llaganimizdan keyin hayvonlarga iloji boricha o'sha oziqobod qo'shimchalar, ya'ni premixlar yoki bo'lmasa vitaminli inyeksiyalardan foydalansak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, boya aytganimizdek, mana oxirgi mavzuyimiz shu bakalashkalarga quyilgan rastvorlarga keldi. Ya'ni bu nima uchun qo'yiladi hamda buni zarurati bormi degan savol juda ham ko'pchilikda bor hamda ko'p mutaxassislar tavsiya qiladi yoki kimlardir ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib xuddi shu yo'sinda tayyorlaydi. Ya'ni bu oddiy bakalashka ba'zi paytlarda yarmidan kesilgan, ikkita quloqchalik qilib osib qo'yilgan, ba'zi joylarda xuddi mana shu ko'rinishda teshilgan, osilgan maxsus ichidagi rastvor, masalan krasillar yoki salarka umumiy neft mahsulotlari hisoblanadi. Buni asosiy vazifasi bu parazitlardan, ya'ni uchuvchi, qon so'ruvchi pashshalardan himoya qiladi. Bu to'g'ri. Ya'ni pashshalardan himoya qiladi, pashshalarni o'ldiradi, bu bor joyda pashshalar kelmaydi. Lekin buni qo'y qo'ralarga, ayniqsa takrorlab aytamiz, nasldor qo'ylarga, nasldor xo'jaliklarda buni mutlaqo foydalanmagan ma'qul. Boya aytganimizdek, bunaqa parazitlarga qarshi kurashda eng samarali usul bular inyektsion usul yoki bo'lmasa o'sha ustiga tomizdiriladigan kaplyalar. Nima uchun degan savol tug'iladi. Ya'ni ko'pchilik buni bir necha 10-20 yillar davomida odamlar shundan foydalanadi-ku degan savol bor. To'g'ri, odamlar foydalanadi, lekin buni zarar tarafini hech kim inobatga olmaydi yoki bu haqida hech kim gapirmaydi. Buni zarar tarafi mana e'tibor bersak, bu hozir oxiri ustida turibdi. Umumiy qayerda turishidan qat'iy nazar, lekin hayvonlar iste'mol qiladigan joyda turibdi. Bu degani ko'p shu yerda vaqtini o'tkazadi hayvonlar hamda o't yeyishda ko'proq energiya sarflaydi, nafas ko'p oladi. Neft mahsulotlaridan ajraluvchi isfarena, ya'ni hid, zaharli hidlar, bular pryamoy burun orqali organizmga o'tadi. Chunki hammamizga ma'lum, har bir jonzot borki nafas oladi. Ya'ni o'pka sistema, karbonat angidrid, kislorod dvijeniya bor. Bu og'ir cho'kuvchi isfarena chiqaruvchi narsa hisoblanadi, neft mahsuloti. Endi benzin bo'lsa-ku, mayli, u benzin isfarena tepaga qarab uchadi, lekin asosiy mana shu quyuq ko'rinishdagi
neft mahsulotlarida og'ir hidlar bo'ladi, og'ir is gazi deyiladi. Bular bevosita hayvonni ichiga kirgandan keyin kislorod bilan o'sish, rivojlanish, ayniqsa genetikaga bular salbiy ta'sir qiladi. Bo'lib ham bo'g'ozlikning ikkinchi davrida, ya'ni homilador qo'ylarda oxirgi bo'g'ozlik paytlarida agar shunaqa vositalardan foydalanadigan bo'lsa, ertaga tug'iladigan bolalarga ham bularda juda ham noto'g'ri ta'siri bor. Shuning uchun, hurmatli kuzatuvchilar, bunaqa narsalardan ma'lum bir vaqtlarda foydalangan ma'qul yoki umuman foydalanmaslik kerak. Shuni aytib o'tmoqchi edik. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, kimga yana qiziqarli ma'lumotlar yoki davolash, profilaktika masalalar bo'yicha savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada, ya'ni izohlarda fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisi, eng sifatlisini ilamiz. Vetko Biotek sifat tanloviga mohirona yondashuv. Salomat bo'ling.